Assalomu alaykum mahalladoshlar, aka uka opa singillar. 2026-yil 3-aprel Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Bugun juma. Barcha aka uka opa singillarimizni juma ayyomi bilan muborakbod etamiz. Alloh rozi bo'lsin. Mana juma kuni shu mahallamizdan bir akamizning xonadonidan shu masjidimizga mana bunday bir ajoyib 6 dona kursi, stul yordam qilinibdi shu masjidimizga. Mana shu keksalarga, nuroniy insonlar, o'tirib turib turolmaydigan keksa insonlar namoz o'qisin deb olib kelib beribdi. Alloh rozi bo'lsin shu akamizni xonadonidan, kasbi koriga, xonadoniga baraka bersin. Rahmat. Endi bu stullarimizni, kursilarimizni mana bu masjidimizni ichkari tomoniga qo'yib qo'yamiz. Shu namozga kelgan keksa insonlar, o'tirib turishga qiynalgan insonlar mana shu stullarda o'tirib ibodatlarni qilib, namozlarni ado etib ketishadi. Savoblarini mana shu ihson qilgan, yordam qilgan akamizning xonadoniga inshaalloh tegib turadi. Rahmat shu akamizga. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Endi bu 6 dona stulimizni mana shu masjidimizda ichki qismiga qo'yib qo'yamiz. Bugun juma. Yana bir bor juma ayyomi bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yodingizda bo'lsin, Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidida bir qancha qurilish va obodonlashtirish ishlari bor. Batafsil ma'lumotlar hali beriladi va berilyapti. Mana shu profillarimizda bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu mahallamizdan bir akamizning xonadonidan shu masjidimizga 6 dona kursi, stul yordam qilingan edi. Hozir mana 3 donasini bu tomonga, 3 donasini narigi tomonga masjidimizga qo'yib qo'ydik. Inshaalloh shu masjidimizga kelgan keksa, nuroniy, o'tirib turishga qiynalayotgan insonlar shu masjidimizga kelib, shu stullarda o'tirib namozlarini ado etib ketishadi. Savoblari mana shu ihson qilgan, yordam qilgan akamizning xonadoniga tegib turadi inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin shu masjidimizga. Kim qanday qaysi tomondan yordam qilayotgan bo'lsa, xizmat qilayotgan bo'lsa, ana shunday Jizzax viloyati Arnazay tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Burhoniddin Marg'iloniy jome masjidi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Mana bu eskisini chiqarib tashladik, mana eski stullarimizni toza charchab qolgan ekan bular.